Shuning uchun ham aytilayotgan gaplari shariatga muvofiq bo'lsa, har qanday gaplari olinadi. Endi shariatga teskari kim gapirsa ham uni gapi olinmaydi, u qanaqa domla bo'lganda ham. Shuning uchun shaxslarni shaxsiga emas, aytayotgan narsalariga qarab munosabat bildirsanglar yaxshi. Ya'ni qabul qilish ham shunaqa bo'lishi kerak odatda. Ya'ni kim aytayapti emas, o'zi nima deyapti. Aytayotgan gapi manfaatli bo'lsa, unaqa allambalo bir mansablarga erishmagan, katta shunaqangi nomdor qanaqadir unvonlari bo'lmagan odam ham bir haqda aytsa, tushuntirsa, haq bo'lsa olinaveradi. Lekin o'shani Allomai Taftazoniy deb men shunday bir shuyuhman deb kelib aytsa ham, bo'pti, gapiring ey shayx deyiladi. Agar rostdan ham bir pichoqqa sop bo'ladigan gap bo'lsa olinadi. Shuning uchun haligi odamlarda faqat shaxsiyatlari haqida bu qanaqa, u qanaqadir, har qanday odam gapi olinadi ham, tashlanadi ham. Faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gapi olinadi, tashlanmaydi. Alloh taolo aytdiki: "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida u zot o'ziga vahiy bo'lgan narsani gapiradi. U nafsidan, nafs havodan kelib chiqib bir narsani gapirmaydi dedi. Shuning uchun ham u zotning gapi doim gap. Oyat aytsa ham, hadis aytsa ham u shar'iy gap. Endi boshqa odamlarchi esa boshqa odamlar ba'zida aytayotgan gapi o'rinli bo'ladi. Ba'zida qanaqadir bosim ostida yoki o'zi bir inson har xil holatga tushib qoladi. Shunaqa holatlarda noto'g'ri gapiradi. Bilmasdan fitna gaplarni gapiradi. Shunga o'xshab turib odamda har xil holatlar sodir bo'ladi. Shuning uchun eshitayotgan odam diqqatli bo'lish kerak. Kimdan eshityapti emas, nimani eshityapti? Nimani ko'taryapti o'zi bu odam? Agar o'shna qilib saralab olsangiz, har qanaqa odamni eshitsangiz bo'laveradi. Zarari yo'q. Biz qiyomatda sizdan so'raydi, u sizga eshittirayotgan odamlardan hisob qilib turib sizni indamasdan o'tkazib yubormaydi. Ko'pchilikda shunaqa savollar chiqadi. Masalan, mazhablarga ergashishlikda biz mazhabga ergashyapmiz. Xato qilsa bitta ajr, to'g'ri qilsa ikkita ajr bo'ladi deyapti. Ergashuvchiga ham shu mujtahid o'sha mazhabdagi o'sha ra'ylarni ijtihod qilgan odamga ham. Bu to'ppa-to'g'ri gap. Haqiqatda shar'iy hukm mavzusida bir mujtahidga ergashgan odam to'g'risiga ergashsa ikkita, xato bo'lsa ham agar ergashayotgan, endi u xatoligini bilmaydi, xato bo'lsa ham ergashaman demaydi. Lekin narigi mujtahid bor, imkoniyati bilan xato hukm chiqarib qo'ygan bo'lsa ham unga ergashuvchilar gunohkor bo'lib qolmaydi. Endi ikkinchi masala bor. Ba'zi bir narsalar shariatdagi asosiy, hamma bilish kerak bo'lgan masalalar bor. Shuning uchun ham islom musulmonlarga Allohning dinini o'rganishni farz qildi. Kimga desa hammaga. Erkaklargami? Yo'q. Erkagiga ham, ayoliga ham. Faqat domlalarning bolalari yoki qanaqadir bir imomning o'g'li yo boshqa bo'lish shart emas. O'zini musulmon sanaganki hamma erkak va ayoli o'ziga ro'para bo'ladigan masalani tushuna oladigan darajada shar'iy hukmlarda asoslarini bilish kerak. Ya'ni sizga aytayotgan odam qayerdan gapiryapti? Nafs havosidanmi, bosimdanmi yo davlatning buyrug'ini bajarib beryaptimi yo bugungi kundaligi davlat tarafidan juma kunlarda beriladigan tezislar bor, u yerda nimaligini farqi yo'q. Endi o'qib beradi, endi majbur shu yerda o'tirasanmi o'qiysan. Yo davlat siyosatiga qarshimisan deb qo'ysa, bo'ldi, yo'q, men qarshi emasman deb nima bersa shuni o'qib beradi. O'shanaqa mahalda haligi musulmonlar sal ogoh bo'lish kerak, chunki ular oddiy odamlar emas. Qiyomatda hisob berilishligini biladigan odamlar, musulmonlarning boshqalardan farqi. Shuning uchun ham o'zini dini haqida, elementar asoslar haqida unda tom tushuncha bo'lishligi kerak. Endi butun hamma shar'iy hukmni biladigan darajada bo'lish shart emas. Bu mujtahidlar unaqa bo'ladi, unaqa odamlar endi kamdan kam bo'ladi, baribir sanoqli bo'ladi u. Hamma birdaniga o'shanaqa bo'lib ketishligi qiyin, lekin hamma o'zini dinini asosini tushunadigan, kimdir dindan deb gapirsa uni farqiga bora oladigan darajada ilm o'rganishi farz. Shu ishda qilmasa, endi biz domlamiz aytganda, biz shunaqa deganda deb olib yuraveradigan bo'lsa gunohkor bo'ladi. Allohning farzini ado qilmagan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning buyruqlarini e'tiborsiz tashlagan bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo talabil ilmi farizatan ala kulli mu'minin val mu'minat.
Ba'zilar muslimin va muslimat deb keltiradi hadisni. Ya'ni Alloh taolo farz qildi har bitta mo'mina, ya'ni muslima bo'lgan, ya'ni erkagi ayoliga, yoshi qarisiga, umuman islomga bugun kirgan 70 yashar bir palak bo'lsa hozir shunga farz bo'ladi. Men kecha yevray edim, bugun dinga kirdim. Yoshim 90dagi kampirman desa ham shu odamga farz bo'ladi dinini asoslarini yaxshi o'rganib olishligi. Endi islomiy yurtda, musulmonning xonadonida tug'ilgan musulmonlarga hech qanaqa uzr bo'lmaydi. Dinidan asoslarida biladigan. Ya'ni u juda katta bir faqih yo tafsirchi yo bir olim bo'lishligi farz emas, farzi kifoya bu. Ya'ni u farzi kifoya ham o'zi aslida farz, lekin kimlardir shu ishni qoyillasa qolganlar bo'yindan soqit bo'ladi. Lekin tepada aytganimiz ilm haqida har bitta musulmonda asoslarda biladigan bilimni bo'lishligi hammasiga yoppa farz. Ya'ni butun dunyoda hammasi bilib siz bilmay qolsangiz sizga uzr bo'lmaydi. Siz o'zingizdan hisob qilinadi. Shuning uchun musulmon odamlar asoslarni bilib olsa, qo'rqmasdan har qanday odamni eshitadi. Bir yahudi kelib gapirsa eshitadi. Ay yahudi aldading-a, kazzob yahudi. Buni asli bunaqa bo'ladi o'zi. Sen yahudi bizga unaqa qilib dinimizdan dars bermagin deb turib, ikkilanmasdan haliginga o'zining raddiyasini ayta oladi. Har qanday musulmon shunaqa bo'lish kerak. Bir nasoro kelib sizni aldamoqchi bo'lib, har narsa deb ko'rsa laqqa tushib, "Voy, u shunaqa ekanda, Xudoning o'g'li bor ekan, biz yo'q deb yurgan ekanmiz" deb gangirab ketavermaysiz. Unda gunohkor bo'lasiz. Shuni bilmaganligingiz uchun. Yo bo'lmasa bitta kommunist chiqib olib, ya'ni oxirgi bir 100 yilda bu yog'ida bizni dinimizni kommunistlar o'rgatadi. Kommunist kelib olib, "Bilasanmi o'zi Xudoga nima yoqadi? Hajga borgandan ko'ra kambag'al qo'shningga ber" deydi. Shuni nima Alloh bilmagan ekanmi? Alloh shuni farz qilayotgan mahalda to'xtanglar, shuni sizlarga farz qilmay turay. Kambag'al qo'shningga berib qo'yavergan shuni deb Qur'onda yozib qo'ysa bo'lmasmidi? Albatta kambag'al qo'shnisiga berishlik haqida Qur'on va sunnatda juda ham ko'p hukmlar bor. Lekin hajda evaziga emas-da. Hali qilayotgan dang'ir-dung'ir bema'ni to'ylaringizni pulini xohlagancha kambag'alga sarflayavering. Yo hali uyingizni yaltiratib, haligi yilda bir keladigan mehmonlarga ko'z-ko'z qiladigan bor uydagi matolar, buyumlar, idish-oyoqlar, umuman shu dang'illatib solingan xonalar, shu narsalarni hammasini pulini qo'lingizdan kelsa hammasini berib yuboring. Shunaqangi kambag'al bechoraga ajringizni olaverasiz. Lekin hajni pulini bermaydi u yoqqa. Hajni puliga haj qiladi. Ya'ni bizni aldash uchun kommunist chiqib olib, yo bitta ishtonsiz chiqib oladi-da, ishtoni yo'q. Chiqib oladi. Chiqib olib turib sizga dars beradi. Hajga unaqa pul sarflamasdan yetim yesirga sarflang deb qo'yadi. Ishton kiying birinchi deymiz biz. Bizga ishtonsizlar dars bermaydi. Mustahab qilganmisiz umringizda? Mustahab qilmagan u orqa sasib tursa bu yoqdan bir ma'rifatdan gapirsangiz bo'lmaydi. Musulmon odam anovi aytayotgan gapingni betuturligini tushunib turibdi. Kommunistlar kelib bizga yolg'ondan aldab din o'rgata olmaydi. Yo bugungi demokratlar kelib olib bizga dinni o'rgatishga haqqi yo'q. Chunki islomda mo'min o'rgatadi. Allohni tanib, tushunib yetkazadi. Shuning uchun ham qo'rqmasdan eshitaverasiz kommunist gapini ham. Biz hali kommunist eshitma, kommunist bo'lib qolasan, yo demokratning gapiga quloq solma, demokrat bo'lib qolasan. Yahudiyman, talashma, yahudiy bo'lib qolasan deb qo'rqitmaymiz. Qaytanga o'shalar qo'rqitadi, o'shanaqangi yahudiy parastlar, kommunist parast, demokrat parastlar bor-ku, shular qo'rqitadi. Bularni eshitma, ular bilan gaplashma, ha desa ta'sirlantirib qo'yadi. Yot g'oyalar bilan ta'sirlantirib qo'yadi deydi. Shuning uchun qo'rqmasdan har qanday yot g'oyalar bilan tanishib chiqavering. Agar aqlingiz joyida bo'lsa, siz o'sha yot g'oyalarni o'zgartirib, uni o'rniga yot bo'lmagan o'zingizning g'oyalaringizni bera olasiz. Shuning uchun islom kimdan eshityapsan deyotganda faloncha aytsanglar to'g'ri bo'lib ketadi deb bitta odamni ko'rsatib qo'ymaydi. Har qanday inson yanglishishi ham mumkin, to'g'ri gap gapirishi ham mumkin. Yanglishganda uni tuzatib qo'yadigan, to'g'ri aytayotganda gapini qo'llab-quvvatlaydigan bo'lishimiz kerak. Ya'ni shu darajada har bitta musulmon o'ziga kerakli bilimlarni olishligi shart.